bemorni tabibiga oshiq bo'lishini tasavvur qiling. U bemor tuzalishni istaydimi, istamaydi? İstamaydi. Nega istasiki? Tabibiga oshiq bo'lgan u. U bemor bo'lgan muddat ichida har kuni oshig'ini ko'radi. Nega u tuzalsinki? U bir umr kasal bo'lishni istaydi. Oshiqni holi ham shu. Bir oshiqdan sendan bu ishqni olib qo'yishimizni istaysanmi desa, hech qachon ha istayman demaydi. Chunki u yerdan olayotgani lazzat, haz, bu narsalarni boshqa narsa bilan ajratib bo'lmaydi. Shuning uchun kelib shunga oshiq bo'lding, shundaqmi devona bo'lding deganda Majnun aytadi, siz faqat siz qadahni ko'ryapsiz. Ya'ni Layloni siymosini ko'ryapsiz. Men uni ichidagi mayga oshiqman. Ya'ni men uni siyratiga, basiratiga, dunyosiga oshiqman.